медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплиту за Юлей, амурный клюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня одна не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Ну как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar, qadrdon do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, kechamizning muhtaram qatnashuvchilari. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor, arzular qanotidagi yoshlar, mehridaryo ustozlar, farzand ko'rib quvonayotgan ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Jon savlesin barchamizga tarata. Nurli umidin yuragini qarata. Aqpiyil menen hurmatimiz ko'rsatar. Pitkerushlarda shaqir ayiq o'rtaga. Marhamat kutib oling. Oldlaringizda 11-A klass o'quvchilari, klass boshchisi Yo'ldasheva Nilufar Qurbonboyevna, klassda 26 o'quvchi. Davramizga 11-B sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Sinf rahbari Shamurod va Nasiba Gulmonovna. Школьный двор и смех.
подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Мәрт халықты байрағынан таныған, өзі батыр һәм баһадыр халыққа ғарессіздік гимн барха жарасқан. 25 май соңғы қоңырау бағдарламасына арналған бүгінгі кешемізді ашық деп жариялаймыз. Мархамат, гимнімізді естіреміз. Prezidentimiz ta'kidlagandek, bizga bitiruvchilar emas, maktab ta'limini, tarbiyasini olgan insonlar kerak. Demokratik jamiyatda har bir inson shu o'quvchilarimiz erkin fikrini bildira olishi shart va zarur. Agar farzandlarimiz erkin fikrini bildira olmasa, ta'lim sifati past degan edilar hurmatli prezidentimiz. Xalqda söz бар, ұстаз атаңдай ұлы. Камил inson pidakerlerisiz, жаслар көп білімлі, табысылы пұллы, оларды да. Бүгінгі кешемізді беру үшін, өзінің жақсы тілеклері менен құтлықлау үшін сөз нәубетін мектебіміздің директоры Абдымұратова Арухан Сұлтанбаевнаға береміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметлі ұстазлар, батлы ата-аналар, һәм біз үшін әзиз болған биылғы бүткеруші оқушыларымыз. Не бүгінгі байрам бәршеңізге құтлы болсын. Не қадем басып атырған өмірдегі кең соқпақларыңыз Құдайым жарық болсын. Әр біріңіз өз мақсатыңызге еріскейсіздер. Ата-анаңыз сіздердің бақтыңыз бенен, иелеген тақтыңыз бенен қуанып, хәмеше сіздерден ғұрурланып жүретін болсын. Енді әммеңізге белгілі, міне бүтін еліміз бойынша бүгін соңғы қоңырау кешесі өткеріліп жатыр қазір осы уақытта. Міне соның үшін сіздерге құрметлі президентіміздің
tilaklari bor, o'qib estirishimiz kerak. Yaxshilab diqqat bilan eslasizlar. Prezident atamiz sizlarga ne demoqchi? Aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar. Bugun 472 ming nafar o'g'il qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayam bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kuchni ko'ryapmiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Tinchlanib eshitamiz. Bitiruvchilar, Nilupar, sizlar uchun prezidentimizning tabrigi. Albatta bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-Renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Mamlakatimizda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum sizlarga zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. O'z kushiga ishongan yoshlarimiz hali maktabni tugatmasdan turib, yurtimizdagi chet eldagi nupusli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlarimiz dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilingan. Mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash malaka va natija so'rayapti. Bugun qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchilari ertaga dunyo tan oladigan olim bo'ladi. Bugun oldiga katta maqsadlar qo'ygan, intiluvchan, izlanuvchan yoshlarimiz yo'llarini yaratadi. Bugun kitob o'qiyotgan bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadigan farzandlarni tabriklaydi. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasbni egallashga harakat qiling. Bu kelajakka ochilgan eshik siz uchun hamisha imkoniyat va rag'batdir. Tadbirkor bo'lishni istaydigan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm arzon kreditlar taklif qilmoqda. Startup loyihasini boshlagan bitiruvchilarga esa 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik ATK kompaniyalar har yili kamida 50 ming bitiruvchini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib, yuqori daromadli ishga joylashtirishga tayyor. Men doim qo'llab-quvvatlayman. Mana shu yangi sohalarda sizlar albatta o'z kasbingizning haqiqiy egasi bo'lasiz. Qadrli farzandlarim, bugungi tez o'zgarayotgan davrda nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Kuchli iroda keng dunyoqarashga ega bo'ladi. Bugungi hayotimizda sizlar uchun o'rnak bo'ladigan yutuqlarimiz yosh qahramonlardirmoqda. Yosh kino ijodkorimiz suratga olgan qisqa metrajli film Cannes Xalqaro festivali doirasidagi inklyuziv filmlar festivalida Grand Prix mukofotini olish iftixor bag'ishlaydigan bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech qachon bo'lmagan. Ko'ryapsizlarmi? Shin dildan intilsa, harakat qilsa, yangi O'zbekiston yoshlari qanday buyuk marralarni zabt etishga qodir. Men ishonaman, sizlarning orangizdan ham shunday millat qahramonlari, yangi O'zbekiston iftixorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir ongli inson ota-onasi, ustozlari va el yurtini ishonchini aqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida shu.
Siz bugun maktabni tugatdingiz, lekin katta hayot maktabini endi boshlamoqda. Men sizlarga ana shunday tengsiz baxt, yuksak saodat egasi bo'lishingizni tilayman. Oldingizga katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishonib, hamisha olg'a boring. Doimo o'zgarishlar, islohotlar urug'i bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va omad hamisha yor bo'lsin, aziz farzandlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ana shu aytganimday, sizlarga hamisha omad yor bo'lsin. Darslaringizni hurmat qiladigan, e'zozlaydigan, eslab yuradigan haqiqiy farzand bo'lishlaringizni tilab qolaman. Xalqim qo'noq dese, bundayda so'z tuyuni sheshiledi, aq tilekli rizqi qo'y qo'noq degan o'zi menen olib keler nasibini. Endi bitkiruvchilarimizni qutlaqlash uchun mehmonlarimiz kelib o'tirgan so'z navbatini beramiz. Xalq deputatlari tuman kengashi kotibi mudiri Anvar Matniyazovni tabrik uchun so'zga taklif qilamiz. Janede Taqatosh rayoni maktabga shekimga ham maktab bilimlendiruv bo'limi metodisti Sitmuratova Guzira Panda Muratdim. O'quvchilar hammangizga hayotni hammangizga omad bo'lsin. Hamisha intilsangiz, bilimli, kelajakka intilib hunarli bo'lsangizlar, kelajak O'zbekiston sizlarning qo'lingizda. Dünya tanıyan devlet aylantirib hammasi sizlarning qo'lingizda. Kelajagingizda omadlar yor bo'lsin. Endi bitkiruvchilarni qutlaqlash uchun o'rtaga 1-klass o'quvchilarini murat etamiz. Marhamat kutib oling. 1-B klass 24 o'quvchi, klass boshchisi Nadira Yuldasheva Madrim qizi. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Taklif qilamiz. Sinf rahbari O'razbayeva Dilafruz Aybek qizi. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ustoz bo'lmasa, Urfon qayda edi? Ustoz bo'lmasa, sohib Qur'on qayda? Navoiy qayda? Bon qayda edi? Ustoz bo'lmasa. Endi qutlaqlash uchun so'z 1-B ham V klass o'quvchilarini navbatda beramiz. O'zlarining haqlarini aytib qutlaqlaydi. Marhamat. Про глаголы, про тире. Учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Bilim al mektepte biz ulguli bo'lamiz, qo'ziq aytib ham bilgili bo'lamiz. Буквы разные писать. Ajablarimni dema qani ular o'tmishda qoldi. Men ham avlodlarim Temur bobom, farzandlarim buyuk O'zbekiston. Yurtida qilib sabr, seni sog'inib bobur. Yot yurtida olmoq og'ir, chetsam bizga jon vatan. O'zga yurtda furqatlar chekdi, qancha zahmatlar, yillab kutdi furqatlar. Bo'lmadi imkon vatan. Воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе,
jas balama Vatanim Shinag'an gul balama O'zbek boshi egmaydi sira ko'ksin kirib yurar doimo Xoh shoh bo'lsin gado birovga bosh egmaydi ammo Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Doim o'tib ketdi sening davring И не путать Doim qo'limdadir mening Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Nur taratgan shamsimon В школе, учат в школе. ilm bog'ingga bog'bon Ras. kelajak hayotda sening yuzingmiz bir-biridan erka o'g'il qizingmiz sen bilan qoladi bizning mehrimiz biz uchun bir umr qolib bermakda Учат в школе, учат в школе, учат в школе. ilm sizga ilm maktabni jonajon quchog'ingga bog'iga Unis ona misol bizga mehribon maktab qancha buyuk insonlar allamayu jahonlar sendan olishgan ta'lim sen nurli bo'ston maktab Rahmet, sog' bo'ling. Endi 11-klass o'quvchilari men 1-klass o'quvchilari bir-biriga sovg'alarni topshirishga ruxsat beramiz. Marhamat. 1-A klass o'quvchilari 11-A klass o'quvchilarining o'z sovg'alarini topshiradi. Birinchi B sinf o'quvchilari 11-B sinf o'quvchilariga sovg'alarni topshiradi. Guldiroz qarsaklari ostida 1-sinf o'quvchilarini kuzatib qolamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz, qaniki. Rasnoshid chiqarib salamiz. Marhamat. Писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе. Endigi navbatda 11-A klass o'quvchilarining atqaruvida o'zbekcha o'yinga beramiz. Marhamat.
Güzel kalem kaş eken, hem erke hem yaş eken, osmonlardan keladi kunning bag'rida shakar. Güzel kalem kaş eken, hem erke hem yaş eken, osmonlardan keladi kunning bag'rida shakar. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, shu qiza ko'ngil berdim, merini istab keldim. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, shu qiza ko'ngil berdim, merini istab keldim. Koyacak gözleri, dımdert yapı sözleri, mazalı azap verip gülüp durar yüzleri. Yiyip koyacak gözleri, dımdert yapı sözleri, mazalı azap verip gülüp durar yüzleri. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, şu kıza ko'ngil berdim, merini istab geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, şu kıza ko'ngil berdim, merini istab geldim. Yakıp kalmanın bilmez, yağmanı göze ilmez. Behudadan behuda, ürkep yüreğim bilmez. Yakıp kalmanın bilmez, yağmanı göze ilmez. Behudadan behuda, ürkep yüreğim bilmez. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, şu kıza ko'ngil berdim, merini istab geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, şu kıza ko'ngil berdim, merini istab geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, şu kıza ko'ngil berdim, merini istab geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramang siz ne derdim, şu kıza ko'ngil berdim, merini istab geldim. Suhbatni 11 B sinf o'quvchilari ishtirokida valni tanish raqsiga beramiz. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too Take another chance, take a fall, take a shot from
and 10 feet off the ground. Alif beni o'rgatgan qadrdonim ustozim, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan mehribonim ustozim. Izlegende teng tabılmaz şer kökten. Öner alifsin үйреткен. Sizdi oylap жолға шықсам ибеттен, келбетің алдымда тұрар ұстазым. Енді 11 класлардың бірінші ұстазларын ортаға мұрат етеміз. Мархамат 11 А кластың бірінші ұстазы Ситчанова Гүзер апа, Yoldaşova Мұхават апа, Хамде Қожабаева Дариха апаларды ортаға мұрат етеміз. 11 B sınıfning birinchi ustozi Nurimbet va Shayda apani ham davramizga taklif qilib qolamiz. 5 may xayrlashuv kechasi hammangizga qutlug' bo'lsin. Mene mening aziz o'quvchilarim, bugungi bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Mene maktabli o'quv yurtlarini dargohina ko'tarilib atgan sizga muvaffaqiyat tilayman. Kelajakda bir yetuk inson bo'lib yetishi bo'lsin bugungi bayramlaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ham kasbchilar, ham o'quvchilar bitiruvchi. Ya'ni bugun 25-may eng so'nggi qo'ng'iroq hammangizga qutlug' muborak bo'lsin. Bitirgan o'quvchilarimizga deymiz, kecha g'ana kichkantay qizlar, bolalar edingiz. Lekin bugun bitirib maktab busag'asini bitir ekansiz, Xudoyim aq yo'l tilayman sizlarga. Hammangiz 100% yuqori o'quvlarga kirib, ota-onalaringizni quvontirib, qalay bilsa o'qigan kasb ustozlaringizni quvontirib, yuraveringizni tilab qolaman. Ota-onalarga o'stirib o'tirgan uy-qizlaringizning qizig'ini ko'ring. Aldılarınızda aman bulsun, balalarınızın aldığında Xudoyim ata-onalar aman bulsun, elimiz tinch bulsun. Hammangizga muborak bo'lsin. Ustozlarni murad etib qarshi olamiz. Mehr nuri. Keng peyilsang, saxiysan. Senin arım yüreğime, canımdan da жақынсаң. Жақсы шәкір, пәк тілегін ортаға шақырайық ата-ананы. Endi so'z navbatini bitiruvchilarimizning ota-onalariga beramiz. 11 B sinf o'quvchisi Saliyeva Durdonaning onasi Saydabullayeva Hafiza opa. 11 B sinf o'quvchisi Kenjabayeva Yulduzning onasi Qurboniyazova Yorqinay opa. 11 B sinf o'quvchisi Sirmahambetov Qadirberganning otasi ana Aygul opa. 11 A klass o'quvchisi Qalbayeva Umidaning anasi Bisenbayeva Qamash opalarni murad etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Ustozlarga ta'zim qilamiz. Assalomu alaykum ota-onalar, o'quvchilar, bolalarimiz, qizlarimiz. Mana bugungi bayramlaringiz bilan tabriklayman hammangizni. Shu ota-onangizni, ustozlaringizni quvontirib, oliy o'quvlarga kirib ketgaysizlar, Xudoyim. Baxtli, taxtli, martabali yigit qiz bo'lgaysizlar, bolalarim. Baxtli bo'linglar hammangiz. Ustozlarimizga rahmat aytamiz. Bolalarga tarbiya berib o'tirsizlar, rahmat. O'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat ustozlar. Hamma ustozlarga rahmatimni aytaman. Ustozlar, marhamat kiring. Farzandlarimiz uchun eng unutilmas kun bitiruv kechasi ekan. Farzandlarimiz baxtli, taxtli bo'lg'ay, kelgusida o'qishlarga kirib, ustozlarining, ota-onalarining mehnatlarini aqlab, aq yuzli, obro'li, baxtli, taxtli farzandlar bo'lib yetishga Xudoyim bergan bilimlaringizga rahmat. Bismillah, xolis niyatim ham Assalomu alaykum, hurmatli onalar, hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga
Katta rahmat. Ibroy bilan onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. tabriklayman hammasizni. Poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugungi bitiruv kechasi hammangizga qutlug' bo'lsin. Balalarimizga, qizlarimizga afzal tilaymiz. Ularga kirib, jo'xori o'quv o'rinlariga kirib quvontirib o'tirgan hammangizga. Rahmat. Hammangizga qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana bugun 25-may bitiruv kechasi ekan. Shu balalarimizga oliy o'quv yurtlariga kirib ketishga tilakdoshmiz. Mana 9-maktabdagi muallimlarga, ustozlarga rahmat aytamiz. Aytur balalarimizning bir erkinliklarini ko'tarib keltir. Shu balalarımızga rahmat aytamiz shuna ustozlarga. Bitirib ketgan muallimlarimiz var. Shayda apamizga, Aytbayeva Nasiba apaga, Rana apama, yana bir Nasiba apamizga rahmat aytaman. Mana ustozlarga, boshqa da ustozlar, direktorlarimiz, zavuşlarimizga baringizga ta'zim qilaman. Aytur erkinliklarni ko'tarib kelsiz balalarimizning. Rahmat aytaman baringizga. Bundan buyog'i o'quvchilar tilakdoshman baringizga. Oliy ma'lumotli bo'lib, Berdoq maktabning yuqoriga ko'targizlar bir mer. Shayda apamizga rahmat. Shayda apamiz kelmadi bugun. Balalarima bir niyam bor. Hayotda shunday yurganki, hamma havas bilan qarasin. Allohning o'zi sizlarni asrasin, bolalarim. Martabangiz bundan cho'qqalarga egallasin, Xudoyim. Kutmas meni tavof qilib Makkani. Onam Bunday bezetdi Kamal. Otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib. Onam meni Endi qutlug'lash uchun so'zni Ta'lim akademiya o'quv o'rayidan kelgan ustozlarimizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yengdasib bugungi bayram bilan hammang Allah rost. Avalimbar. Yengdasib bugungi bayram bilan hammangizga shunchilikdan qutlug'laymiz. Bu yerga kelishimizning maqsadi bizning o'quv o'rayimizda o'qib, yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilarni xushomatlav, hamma ularga rahmat aytib. Biroq o'quvchilarning o'zining xabari yo'q edi. O'rtaga o'quvchilarimiz chaqirsak. Aytbayeva Bahora bormi? Aytbayeva Bahora, farzandingiz ta'lim akademiyasida muvaffaqiyatli o'rin olganligi uchun ham sertifikat bilan ta'minlangan uchun marhamat. Xudoybergenova Aida. Milliy sertifikat egasi. Ulubayeva Asal. Marhamat. Tashakkurnoma. Jo'xori o'quv o'rinlariga kirib ketgaysiz. Ismoilov Farruh. Kel. G'afurova Qural klass o'quvchisi. Milliy sertifikat egasi. Qurbonboyev Daniyor, tarix fanining milliy sertifikat egasi. Marhamat. Bekniyazova Dilshada, 11-B klass o'quvchisi.
milliy sertifikat egasi, marhamat. Sapar Muratova Raya, 11 A klass o'quvchisi. Sertifikat egasi. Asqarov Shahriyar, 11 A klass o'quvchisi. Milliy sertifikat egasi, marhamat. Bu o'quvchilarimizga yuqori o'quv o'rinlarına kiruga ulkan ball to'planib turibdi. Aminbayeva 11 A klass o'quvchisi. Milliy sertifikat egasi. Sarsenbayev Mirzahmet. Milliy sertifikat egasi, marhamat, barma. Rejepov Sanjar. Milliy sertifikat egasi, Sanjar. 10 A klass o'quvchilar. 11B. Kel, marhamat Sanjar. Молодец. Ajmuratova Fazilet. 11 A klass o'quvchisi. Milliy sertifikat egasi. Sondayoq Saparbayeva Fazilet. Milliy sertifikat egasi, marhamat. 10 klass, ya? 10 klass o'quvchisi. Kel, молодец, kel. Saparbayeva Fazilet. Молодец. Осының менен және кімніңдір білім алуға қызығушылығын арттыра алған болсақ, біз бұндан жүда қуаныштымыз. Біз тек қана сертификат иелеріне емес, осы жердегі хамме оқушыларға кейінгі оқу жылдарында һәм жұмысларында тасқын табыстар һәм балент паруаз тілейміз. Әуелем бар осындай шарайтты жаратып қойған ата-аналарыңызға һәм мектеп администрациясына алғысымыз шексіз. Хаммеңізге рахмет. Рахмет. Тәлім академиясынан келген ұстаздарымызға жұмысларында табыстар тілейміз, һәмде сертификат алған оқушыларымыздың грант декарында оқуға түсіп кетуіне тілектестік білдіреміз. Ендігі нәубетті 11 А класс оқушыларының атқаруында баліне танысқа береміз. Мархамат. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found, taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be with you, touch, well Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my, what was in black and white until I saw your light. I thought you had to die to find something so out of the ordinary. How are you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be with you, touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlangan mudom suyuk atalgan, 6 asr avval ko'kka qadalgan,
Narvon qayda edi ustoz bo'lmasa. Endi so'z navbatini 11A sinf rahbari Yuldosh va Nilufar opaga bersak. Hamda 11B klass boshchisi Shamrat va Nasiba ustozlarimizda o'rtaga murat etamiz. Marhamat, kutib oling. Ruh kechasiga yig'ishgan ekanmiz. Shu munosabat bilan sog'lik, omonlik deyman. Hamda bu kabutarlarga yuqor parvoz qilishiga, hammasi oliy o'quv yurtlariga kirib ketishiga, kim 9-sinf maktab o'quvchilari hammasi 100% o'qishga kirib ketishini tilakdoshman. Hammangizga birinchi navbatda shunday parvozlaringizda omad, alqin topishlar tilayman. Hamda shu maktabni bir yaxshi nom bilan bitirib ketishga tilak. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, mehmonlar, aziz o'quvchilar va mehribon ustozlar. Bugungi bitiruv kechamizda sizlarni ko'rib turgan bag'oyatda xursandmiz. Bitirayotgan qaldirg'ochilarimizga yuksak parvozlar tilayman. Kelgusi hayotlarida muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik hammasini oliy o'quv yurtiga kirishlariga tilakdoshman. Hammangizga ko'p rahmat. Rahmat, ustozlarimizning tilaklari Alloh dargohida qabul bo'lib, doim hamma o'quvchilari 100% student bo'lib vaqtini erishsin. Qarsaklar sadolari ostida ustozlarimizni kuzatib qo'yamiz. Nahot bugun so'nggi bora Bugungi Oltin uya mektebini bitkirib, qiyaga qanot qaqatug'un jas qarlig'ashlar uchun eng bir qimmat, eng bir qiymas, eng bir unutilmas yurak terbendirerlik pay. Mektep aldi to'lsib tur jarasuvda. Yaxshilikda, muruvvetda bir usunda umrga qanot qaqti qarlig'ashlar, hasil arman gul atib qiyolimda. O'quvchisi kevlin talay xabartar. G'ayratında şaşatadı tandegi, betin ajim turlab, şaşın ağartar. Bağ bolğanğa şekem tikken nalleri. Endi yürekleri şavkildesip, qiymaslık benen quvanish, arzu ham arman sezimleri aralasgan. Tap usu demlerde şakirtlik baxtın soңғы өмір жолының дәсепкі қадемінде тұрған біткеруші жастарға нәубетті береміз. Олар да өздерінің кеуілінен өткен толғанысыларын, ұстазларына деген мехір сөздерін білдірмекші. Marhamat. Davramizga endi bitiruvchilarimizni taklif qilamiz. 11A sinf o'quvchisi Aminba va Asalay, Artiqbayev Xursand, Tajibayev Doniyor 11A sinf o'quvchilaridan, 11B sinf o'quvchilaridan Bekjan va Dilshoda, Tirkeshova Gavhar, Genjibayev Yunus, Ag'abayev Atagirlarni qarsaklar sadolari ostida chaqirib qolamiz. Bir. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va ota-onalar va mehmonlar. Bugun biz uchun unutilmas kun. Chunki bugun biz maktab bilan xayrlashyapmiz. Bir.
Hurmatli ustozlar, bugungi quvonchli kun bilan sizlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizga bergan bilimingiz va mehnatlaringiz uchun sizlarga rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar va hurmatli ota-onalar. Bugun biz yangi hayot sari qadam qo'ymoqdamiz va shu vaqtgacha bizga ta'lim va tarbiya bergan ota-onalarimiz va ustozlarimizga katta rahmat bildirib, bitiruvdagi hayoti uchun omad tilaymiz. Assalomu alaykum aziz va muhtazam ustozlar, ota-onalar hamda jonajon sinfdoshlar. Bugungi biz bitiruvchi uchun ham quvonchli, ham bir mag'zum quvonchimizga sabab hayotimizga yangi ulkan bir bosqichga qadam qo'yayotganimizda, ma'sumligimiz esa jonajon maktab qadrdon sinfxonalarimiz va har bir daqiqa oltinga teng bo'lgan maktab davrlari bilan xayrlashayotganimizdir. Assalomu alaykum qadrdon sinfdoshlarim, mening eng yaqin do'stlarim. Mana biz kutgan, lekin kelishini unchalik xohlamagan o'sha 25-may ham yetib keldi. Eslasangiz, 1-sinfga kelganimizda bu kun juda uzoqdek tuyulgandi. Bugun esa 11 yillik shirin xotiralarni yuklab, har birimiz o'z yo'limizga ketmoqdamiz. Birga qilgan tanaffuslar, dars qoldirishlar, janjallashib qayta yarashishlar, bularning hammasi hayotimizning eng go'zal lahzalari bo'lib qoladi. Kelajakda har birimiz o'zimizning orzu qilgan oliygohlarimizga kirib talaba bo'laylik. Kim qaysi kasbni tanlamasin, asosiysi bir-birimizga bo'lgan oqibatni yo'qolmasin. Bayramimiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va aziz mehmonlar. Bugun 25-may so'nggi qo'ng'iroq bayrami munosabati bilan yig'ildik. Shuningdek bizga ta'lim bergan va sabr bilan tarbiya bergan o'qituvchilarga katta rahmat aytamiz. Bizning muvaffaqiyatga erishishimizda o'zining nasihatlarini ayamagan ustozlarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birga tengdoshlarimizga oldimizda kelayotgan katta DTM imtihonida omad tilab qolaman. Bizga bilim bergan va tarbiya bergan ustozlarimizga, har doim qo'llab-quvvatlagan ota-onalarimizga chin dildan qalbimizdan rahmat aytamiz. Aziz sinfdoshlarim, balki yo'llarimiz turlicha bo'lar, lekin birga o'tgan kunlarimizni hech qachon unutmaymiz. Barchangizga katta rahmat. Bitiruv bayrami muborak bo'lsin. (2025-2026 o'quv yilida maktab turmusida belsene qatnashib o'tirgan, сондай-ақ adab ikramlıq, umtuşanlığı bilan tengliklarine ulgu bo'lib o'tirgan o'quvchilarning ota-onalarına hamda kelishuvchi o'quvchilarga nominatsiyalar berish uchun maktab direktori hamda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarini o'rtaga murojaat etamiz. Marhamat. Katta bugun men uchun bir eshik ochiqda. Tағы bir mәрте bayram құтлы болсын дейміз. Міне биылғы бүткерушілеріміздің ата-аналары арасында өз перзентлеріне ітібар қарататұғын, олардың келешегі менен шын ділден қызықсынатұғын ата-аналарымыз көпшілікті құрайды. Және сол бүткеруші жастарымыздың арасында өз қатарларының алды болған бүткеруші оқушыларымызды мақтау жарлықлары менен сыйлықламақшымыз. Енді барлығыңызға да мақтау жарлығы мүнәсіп. Себебі сіздер үлкен келешекке қадам басу алдында сіздерге жақсы тілектеріміз көп. Қалған оқушыларға класс жетекшілік класстарына барып мақтау жарлықтарын тапсырады. Қазір Келin, Rana apa kelin. Xotira emas bu jonim, dutor qalbimda shirin jaranglar, do'parimda qig'ib yuborar ko'ylagim oppoq, niyatim katta bugun.
мына 11 класс оқушыларының ата-аналарына тәшәккүрнама һәм сонымен бірге оқушыларымызға мақтау жарлықтарын жариялайын деп тұрмыз. Құрметлі Оразбаева Рано, сіздің фарзандыңыз Есемұратова Шадия мектепте өз сыныфыда намуналы құлқы, ақлағы білән башқалардан ажыралып тұрады. Жамағатшыларға фаал iştirak етеді. Барша фаалларга оқиды. Сіз шундай фарзанд өстіріп, ваяға жеткізген үшін ең намуналы қыздың анасы номинациясымен сыйлықталады. Мархамат. Матназарова Нилуфар. Нилуфардың анасы Бисембаева Санабар. Ең фаал қызның анасы номинациясымен сыйлықталады. Қонақбаева Сәуле. Қонақбаева Сәуле. Қапурова Құралайдың анасы номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Мұратбаева Насиба. Аманбаева Асалай. Қызыңыз ең масыл Ешімбетова Барно. Сіздің фарзандыңыз Құрбанбаев Данияр. Ең намуналы оқушының номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Нәжимова Гүлшадахан. Сіздің Давлетбаева Динара. Ең намуналы қыздың анасы номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Нажиметтинова Санабар. Сіздің фарзандыңыз Тажымұратова Фазилет ең намуналы қыз номинациясымен сыйлықталады. Мархамат. Құрметлі Оразбаева Анара. Сіздің фарзандыңыз Гайпназарова Жасмина ең жанкүйер ана номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Авизнязова Сайора. Сіздің фарзандыңыз Асқаров Шахрияр ең білімлі оқушының анасы номинациясымен сыйлықталады. Мархамат. Құрметлі Жаппарбергенова Ділдара. Сіздің фарзандыңыз Ералиева Аида ең масулиятлы ана номинациясымен сыйлықталады. Аида мектебімізге көп жетістіктерді алып келген қызымыздың анасы Ділдара. Құрметлі Алламбергенова Гаухар. Сіздің фарзандыңыз Исмаилов Фарух ең фудайы оқушының анасы номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Римбаева Мұхаддас. Сіздің фарзандыңыз Юсупбаева Рухсара ең намуналы номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Сидабуллаева Қапуза. Сіздің фарзандыңыз Салиева Дурдана күйер ана номинациясымен сыйлықталады. Ең жан күйер ана. Сондай-ақ Гондарова Ақылжан. Сіздің фарзандыңыз Елдашева Жасмин ең фудайы оқушының анасы номинациясымен сыйлықталады. Мархамат. Құрметлі Утозова Роза. Сіздің фарзандыңыз Тіркешева Гаухар ең білімлі қыздың анасы номинациясымен сыйлықталады. Құрметлі Қожамбердиева Лафруз. Сіздің фарзандыңыз Толыбаева Асан ең білімлі қыздың номинациясымен сыйлықталады. Мархамат. Келе қойың, ат шыққандар тез келің. Сіздің фарзандларыңыз Кенжебаев Юнус, Кенжебаева Юлдуз ең масулиятлы ана номинациясымен сыйлықталады. Екі егізек перзентлері қос қанаты Юлдуз бенен Юнус жақсы сабақларынан актив оқиды бұл оқушыларымыз. Молодец, рахмет. Құрметлі Сидаметова Мавлюда. Сіздің фарзандыңыз Бекниязова Ділшада ең жанкүйер ана номинациясымен сыйлықталады. Енді оқушыларымызға фахриярлықлармен тағдырлансақ, 11 Б класс оқушысы Асқарова Құндыз ала бағаларға оқыған үшін һәм номинал құлқы үшін фахриярлықпен сыйлықталады. 11 Б класс Толыбаева Құндыз фахриярлықпен сыйлықталады. Толыбаева Құндыз. Молодец. Толыбаева Құндыз.
Eshmahambetov Qadirbergen 11 B klass o'quvchisi. Marhamat. 11 B klass Kenjebayev Yunus. Marhamat. Arxon opama. Arxon opama. o'n birinchi B klass Rejepov Shixmurat. Hurmatli Matmuratova Aygul, sizning farzandingiz Matsapayeva Barchinoy eng namunali qizning onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Hurmatli Babajanova Manzura, sizning farzandingiz Taymatova Yulduz eng namunali qizning onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Hurmatli Qurbonbayeva Dilfuza, sizning farzandingiz Karimbayev Javlanbek eng fidoyi o'quvchining onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Marhamat. Hurmatli Artiqbayeva Dilafruz, sizning farzandingiz Tajibayev Doniyor eng namunali o'quvchining onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Marhamat. Hurmatli Kamalova Mamura, sizning farzandingiz Artiqbayev Qursand eng Jankuyur o'quvchining onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Yaxshi. Hurmatli Bekmuratova Sanabar, sizning farzandingiz Rimbayev Asadbek eng namunali o'quvchining onasi nominatsiyasiga Hurmatli Bisenbayeva Qalyashmi? Bisenbayeva Qalyash. Sizning farzandingiz Xalbayeva Umida eng uning onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Barmi? Keling. Hurmatli Anna Muratova Zubayda, sizning farzandingiz O'temuratov Azizbek eng ulguli o'quvchining onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Qaysi kim? Kim edi? Ya? Sha bergim qaysi? Kim? Hurmatli Anna Muratova Zubayda, Muratov Azizbekning onasi, eng namunal o'quvchining onasi nominatsiyasiga siyliqlanadi. Bu qolgan ota-onalarimiz xafa bo'lmasin, sababi vaqt tig'iz bo'lganligi uchun qolgan klassimizda topshiriladi. Davom. Ustozlar, o'quvchilar, tadbirimiz ham bozilib ketdi. So'ng munosabat bilan amiyat bir turmamiga ota-onalar sizlarda hozir tadbir tamom bo'lgandan keyin bolalar qadag'alab berasizlar. Yo'lashar o'rinlarga borib kategoriyasiga zapret. Onu bilasizlar. Keyulsiz hadislar bo'lmau uchun hech kim kafe o'rinlarga borib, keyulashar o'rinlarda jinoalsa aroq shu spirtli ichimlik shu kategoriyasiga zapret. Topshirma bo'lyapti ministrimizdan. Onları kontrollab berasizlar, sizlarda iltimos. Nima ota-onalar? Agar bizlar tarafdan aniqlansa, ota-onasına shara ko'riladi. Onu bilasizlar ham. Zakonda var. Onun için uydan çıkarmagan qalda mayli görüp o'zingiz bir jinoalsab, semyamen jinoalsab pozdravleniya bo'lsa bo'ladi. Atak o'quvchilar hamma jinoalab uylarda bo'lmaydi. Mahallalarda o'zim aylanaman bugun kechda. Kimning uyida o'tkirib, shunday o'tkirib atgan bo'lsa, aniqlansa, o'zim sharasini ko'rib. Hech kim bo'lmaydi tadbir, kategoriyasiga zapret. Direktor apa sizga de eskертилib aytildi hammaga de. O'zingiz ham söylesib olasiz hozir. Olib kelyapti, tutun chiqaryapti u. Odamning densolig'iga ziq ol. Sizlar sharab kelyapti bu yoqdan o'shamiz deb. Kategoriyasiga zapret. Hozir hamma
tadbir jo'maqlagandan keyin hamma uylarına qaytadi. O'quvchilar qo'ng'iroqdan keyin uylarına borib ota-onalar bilan o'tiradi. Tartib sonday bo'lgan. Degan ishora ko'riladi, eskirtilyapti hammaga. Rahmat. Yaxshi, rahmat, sog' bo'l. 11A sinf o'quvchisi Artiqbayev Xursand bilan 1B sinf o'quvchisi Yo'ldashbayeva Saida. 11B sinf o'quvchisi. Birinchi B sinf o'quvchisi Genjabayev Yunus, 1B sinf o'quvchisi Azatbayeva Shahnoza bilan so'nggi qo'ng'iroqni chalib qoladi. Parvozlari o'rinlansin umrdagi armonlari sesdi menen eshitgan so'nggi qo'ng'irovding deymiz biz armonlarga жеткен. Aldimizda turgan shumaqlovchi attestatsiyalardan hammangiz tabsili tamomlab armonlaringiz tekarida jo'qorg'i o'quv o'rinlariga kirib ketishga haq yo'l tilaymiz. Shu bilan 2025-2026 o'quv yilining saltanatli so'nggi qo'ng'iroq kechasiga bag'ishlangan Xayr ona maktabim nomli kechamizni yopiq deb e'lon qilamiz. Oldimizdagi yozgi dam olishni mazmunli o'tkazishingizni hammangizga tilab qolamiz. Xo'sh, sog' salomat bo'ling. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi, mayli ularga Xudoyim bersin baxtin. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini.
қосып егізге мектепке қатынадық біз бірге достарым қошласқысы келмей 9-шыны біткерер кезде қошласу кешесін өткеріп аттестат қолға алғанымызда ұстазларымыз да бізге хайран ер жетіп қалғанымызға ұстазларымыз да бізге хайран ер жетіп қалғанымызға классластарым сағынышларым қоштасқым келмейді менің достарым классластарым сағынышларым қоштасқым келмейді менің достарым кешіріңдер болса егер айып сонда да достарым жыламай қоштасайық сонда да достарым жыламай қоштасайық классластарым сағынышларым қоштасқым келмейді менің достарым классластарым сағынышларым қоштасқым келмейді менің достарым Иногда еще встречаю Ата-аналар шетке шығайық. Насиба, бола қойың, Насиба. Mana Nasiba rahmat ko'p-ko'p. Sizlar katta-katta ota-onalar atынан rahmatimizni aytamiz. Shuncha mana erkatay kulidan bolalarimiz, qizlarimizga tarbiya berib, qizlarning jamolligini ko'targan rahmat. Yig'ilimiz boshqa. Shuhrat bersin Xudoyim. Shu bolalarni o'qishga qilib ketgay. Maktabada ulug' jigit bo'lgay Xudoyim. Biri professor bo'lsin, biri hakim bo'lsin, vrach bo'lsin, bolalarimiz, qizlarim. Hammasi umidlidan yetkazishlari. Ota-onalar atnab shunday madadimizni qabul qilamiz. Mine usta balalarımızda birlikte 11 yıl bilim terbiye bergen bolsa birgelikte esleyen isimiz. Endi bunun jemisin Xudo kalese bir ay 2 aydan keyin birgelikte jo'g'ari jemislerini ko'rgaymiz. Maqsad ularda tek aldinga qo'ygan jo'g'ari o'quv o'rinlarına hujjat topshirib o'z bilimlerini sinab ko'rib. Hech qaysimiz izga qolmog'imiz kerak, bo'z qolmog kerak. Hamma 100% jo'g'ari o'quv o'rnina topshirish kerak. Men Xudoyim sizlarning 100% esa menda nirqasima ketadi, 70-80% Xudoyim oliy jo'g'ari o'quv o'rinlarına kirgan degan xabarni eshitganmiz. Hammamiz prezidentlarimizdan qanday umid qilib o'tirgan bo'lsangizlar, qanday bir niyat qilib o'tirgan bo'lsangizlar, shu niyatlaringizga yetishingizlar. Umidlarimiz har vaqtda bo'z qolib ketmasin. Amelga asa bersin. Mine sol ata-onangizning quvonishlarini yanada kuchaytirish uchun siz bolalarim, qizlarima ulkan javobgarchilik, yaxshi o'quvga tayyorlanish kerak. O'sha bugundan boshlab bugungi bayramda o'tirgandan keyin imtihonlarga tayyorlansangizlar, mine 30% tayyorlik bo'ladi.
Mine şu tayyorluklarımızı kuchaytib, ertaga jo'g'ari o'quv o'rinlariga kirib ketuvlaringizni tilab qolaman. Xudoy qilsa bolalarimiz umrda o'z o'rinlariga ega bo'lsin. O'z baxtiga ega bo'lsin. O'z kasbiga ega bo'lsin. Mine sonday yaxshi farzandlar bo'lib, ertaga quvonchlarni esga olsa, biz ham birgalikda quvonib o'tirgaymiz. Bärimizge de münasip dep bag'anada aytib o'tdik. Endi o'rtada ko'rib o'tirsinglar, vaqt cheklangan. So'ning o'zine de bizga qancha ne berdi, tarbiyat berdi. Qolganlari mine hozir klass bashi o'zining boshchiligida beraveradi. Bugungi tadbirimizning nesi tek shu yerda jumaqlanishi kerak. O'zingiz bilasizlar, kechagida de aytdik bolalarga. Har turli voqealar, ulamsiz voqealar bo'lib o'tirganligi sababli sebablarni yuraklar shavqinlab turadi. Ba'zida istayman degan nede turadi, ular shu bugungi nemiz shu maktabda jumaqlanadi. Kechda de jurnalni qo'yib bu yerga boramiz deb yurganlar. Baribir qaytarib jibiradi, ota-onasiga ishtirab soldiradi. Bu narsa aqchasilarga so'raymizmi? Bugun hech qayerda o'tirish, jurnalni yana bir narsa qilib degan narsaning bari to'xtatiladi. Egzaminga topshirib bo'lgandan keyin bemalol qanday qilib o'tiraman, qanday qilib qidiraman deydigan bo'lsangizlar, ayni so'dan keyin istesangizlar bo'ladi. Hürmetli ata-onalar, aziz o'quvchilar, bugungi bayramlarınız және qutlug bo'lsin. Alдағы maqsadlaringizga yetavergaysiz. Farzandlaringiz sizlarni hamma vaqt ko'rga qo'yadiganday farzandlaringiz. Eng birinchi asl maqsadimiz bugun жаңағы e'tibordan chetga qoldirmamiz kerak, qattiq ustab turimiz kerak. O'quvchilar hech yoqqa ketib qolmau kerak. Kecha qala kunida direktor ekamiz jinolisda bo'ldi, ishchilarda qayta zo'n bo'ldi Toshkentdan, vazirlikdan. So'ng shu bu o'yinchiq narsa emas. Eng jabr ko'radigan ustozlar men siz ota-onalarsiz. Balalarimizni uslab o'zimizning qo'limizda, so'ng uchun nazoratimiz ostida turu kerak bugun. Hech kim hech yoqqa ketmaymiz, ustidan chiqasiz, sport zalga borib, soat 1ga chiqib o'ynaysiz. Сөйтіп шаршап үйіңізге барып ұйықтайсыз. Шықпаймыз ешкім шаршама. Яқшы, мына жаңа ортада әммеге бергелерде қалған мамау, әммеге беру имканияты болмады, сол үшін әзір ата-аналарға ташаккурнама жариялаған екен класс басшысы әзір беруге рұқсат етсеңіздер. Құрметті Адилова Светлана, аталған Құрметті Қоңырат Құралбай, Farzandыңыз Ретчеков Шейхмұраттың ең намыналы Толыбаева Құндыздың анасы. Ең намыналы Құрметті Құрбаниязова Жабылай, сіздің Farzandыңыз Кенжебаев Юнус. Екеуі қол сыласып ортаға шыққан кезде негедір менің жылағым келді, жүрегім елжіреп. Себебі бір үйдің перзенттері, егіздекілерді, мінекей Құдайым өмірден өздері ораларын тауып кетуіне. Тілектеспіз, Құдайым еш уақытта жамандық болмасын, жақсылық оралда кіріп кетсін. Farzандыңыз Сырмаханбетов Қадырбергеннің анасы, ең намыналы оқушының анасы. Хаидова Бахаркөл, Агабаев Атагердің анасы, ең намыналы оқушының анасы. Юлдашева Амангөл, Тұрсынбаев Жахангердің анасы. Келіңіз. Мақсұтбаев Мақбузаның анасы. Қазақбаева Құрбанайдың анасы. Кел. Айтымбетова Гүлара Ембергенова Азизаның анасы. Кел.
kerak. Vazifa